Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz qurbanlık to'g'risida. Qurbanlık degan Allah subhanahu ve taolaga yaqinlashish maqsadi bilan qurban hayit kunlari o'ltiriladigan töge, kala ve qo'y qatorliq chorvalardan iboratdir. Buning qurbanliq yoki uzhiya deb atalishi bu chorvalarning qurban hayit kuni chashki vaqtida o'ltirilganligi uchundir. Qurbanliq Hijriyaning 2-yili yo'lga qo'yilgan bo'lib, u Allohning kitobi, Payg'ambar alayhisalomning sunnati va barliq musulmonlarning birligi bilan yo'lga qo'yilgan islomning shuaridir. Qurbanliqni Payg'ambar alayhisalom o'zining ag'zaki va amaliy harakati va musulmonlarning ijro qilishi bilan isbotlandi. Qurbanliqning fazilati kattadir, lekin uning fazilati va savobining miqdori to'g'risida sahih hadislar bayon qilinmagan. Bu to'g'rida ijtimoiy uchur vositalarida Payg'ambar alayhisalom nomidan hadis naql qiluvchilar diqqat qilish kerak. Ko'pchilik olimlarning qarshida qurbonlik qilish ta'kidlangan sunnatdir. Ba'zi olimlar qodir bo'la olgan kishiga vojib bo'ladi degan qarashda bo'ldi. Bu Imom Abu Hanifa, Imom Malik va Imom Ahmadning mazhabidir. Islom peshvosi Ibn Taymiya rahimahulloh bu qarashni tanlagan. Qurbanlik qilishga qodir bo'lgan musulmonning buningga sal qarashi to'g'ri bo'lmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: imkoniyati turib qurbanlik qilmagan kishi bizning namoz o'qiydigan joyimizga yaqin kelmasin. Qurbanlik ayol, muqim, musafir, shaharda va sahroda yashaydigan musulmonlar rayonida yoki g'ayri musulmonlar rayonida yashaydigan barliq kishilarning haqqida yo'lga qo'yilgandir. Maliki mazhab qarashida faqat hojilar qurbanlik qilmaydi. Ular qilgan hajning turi bo'yicha hadiya bo'g'izlaydi. Islom peshvosi Ibn Taymiya, shogirdi Ibnul Qayyim, Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh qatorliqlar bu qarashni tanlagan. Qurbanlik qiladigan puli yo'q kishi keyin ado qilish imkoniyati bo'lsa, qarz ilib qurbanlik qilsa bo'ladi. Xizmatchi qurbanlik qilish uchun yana bir oylik ish haqqini oldin olganga o'xshash yoki muddatga bo'lib berish yo'li bilan qarz olsa-mi bo'ladi. Ammo qarz olsa keyin ado qilishga imkoniyati bo'lmagan kishi o'ziga vojib bo'lmagan bir ish bilan mashg'ul qilmaslik uchun qarz olmasligi yaxshi bo'ladi. Shu kunlarda eng yaxshi bo'lgan sadaqa qurbonlik qilishdan ojiz kelganlarni xursand qilish, ularning qurbonlik pulini yordam qilish yoki qurbonlik qiladigan qo'yni hadiya qilish qatorliqlar eng esil yaxshilik. Eng yaxshisi bir qancha qurbonlik qiladigan kishi o'zining yaqin tuqqanlari yoki qo'shnilaridan oilalik kambag'al kishini bir qurbonlikqa vakil qilib, uni oilasiga olib qurbonlik qilib, oilasidagilarning ko'ngliga xursandlik kirgizishdir. Qurbanlikning hikmatlaridan Allah yo'lga qo'ygan ishni ijro qilish bilan Allohga ibodat qilish. Bu to'g'rida Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: "La yanalallahu luhumuha va la dima'uha valakin yanaluhu at-taqwa minkum." Oyatning tarjimasi: Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadigan faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allohning do'sti Ibrohim alayhisalomning sunnatini ijro qilish. Allah Taala ato qilgan turli ne'matlarga shukr etish. Boshqa shahar ahlining Allohning baytiga ketgan hojilarning ba'zi amallariga sherik bo'lish uchundir. Qurban hayit kunida o'ziga, oilasiga kengchilik qilib berish, qo'lim qo'shna, urug' tuqqan va do'st birodarlarni mehmon qilish va faqir miskinlarga sadaqa qilishdan iboratdir. Qurbanlik qilish uning pulini sadaqa qilib o'tgandan yaxshidir. Chunki qurbonlik qilish bo'lsa Allohning shuarlaridan biri va Payg'ambar alayhisalomning ta'kidlangan sunnatlaridan biridir. Bu 4 mazhab imomlarining qarshidir. Said ibn Musayyib rahimahulloh mundaq deydi: "Men uchun 100 dirham pul sadaqa qilishdan bir qo'y qurbonlik qilish suyimlikdir." Chunki qurbonlik degan Allohning shuari, mustaqil iroda qilinadigan ibodatdir. Bu to'g'rida Allah subhanahu va taolo mundaq deydi: "Fasalli li robbika vanhar."
Oyatning tarjimasi Parvardigoring uchun namoz o'qig'in va qurbonlik qilg'in. Agar kishilar qurbonlikdan chetnab, uning pulini sadiq qilishga o'tib ketsa, albatta qurbonlikdan iborat bo'lgan bu shior bekor bo'lib ketadi. Qurbonlikdagi asli qoida qurbonlik hayotlarning haqqida yo'lga qo'yilgan. Payg'ambar alayhisalom va sahobalarmi o'zi va oilasi nomidan qurbonlik qilgan. Vafot bo'lganlar nomidan qurbonlik qilish bo'lsa, ular vasiyat qilgan bo'lsa, ularning vasiyatini ijro qilish yoki hayotlarga ergashtirib qurbonlik qilish. Masalan, bir kishi o'zi oilasi nomidan qurbonlik qilib, ining bilan hayotlarni va vafot bo'lganlarni niyat qilganga o'xshash. Vafot bo'lganlar nomidan ularga yaxshilikni niyat qilib, mustaqil qurbonlik qilish durust bo'ladi. Fiqh olimlari buni mayitdan qilingan sadaqaga qiyos qilib, uning savobini mayitga yetadiganligiga dalil bayon qilgan. Qurbonlikning sahih bo'lishi uchun qurbonlikning to'ga, kala va qo'y qatorliq chorvalarning hamma turlaridan bo'lishi shart qilinadi. Qurbonlikqa bir oilaga bir qo'y kifoya qiladi. Aileden bir kishi bir qo'yni qurbonlik qilsa yoki ayol eri va oilasi nomidan bir qo'yni qurbonlik qilsa, buning bilan islomning shuari hosil bo'ladi. Hammaylan buning ajr savobiga erishadi. Qurbonlik qilguvchi qurbonlik doirasiga kiradigan kishilarni niyat qilmasa-mu, uning oilasidagilar buning doirasiga avtomatik kirib ketadi. Bu urf va lug'at o'z ichiga oladigan kishilardan iboratdir. Örpüde o kişi halidan xabar aladigan ayoli, bolalari va yaqinlaridan iboratdir. Agar hamma tuqqanlar va ularning avlodlari bir oilada yashaydigan bo'lsa, ularning yemak ichmagi o'rtaq bo'lsa, ulardan bir qurbonlik kifoya qiladi. Ammo ularning har birining ayrimdan uyi bo'lsa, har bir oila o'z oldiga birdan qurbonlik qilishi kerak bo'ladi. Bir kishining bir qancha ayoli bo'lsa, bir qurbonlik ularning hammasidan kifoya qiladi. Payg'ambar alayhisalomning qurbonligimi hamma ayollaridan kifoya qilgan. Lekin u kishi qurbonlikning ma'lum bir qismiga boshqa ayollarni qo'yib, bir ayolni xos qilmaydi, balki ularning orasida odillik qiladi. Qurbonlikqa to'ga va kala 7 kishidan kifoya qiladi. Bu to'g'rida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Hudaybiya yili Payg'ambar alayhisalom bilan birga bir to'ga yoki bir kalani 7 kishining nomidan qurbonlik qildik. To'ga yoki kala qurbonlik qilganda sheriklarning ba'zisi qurbonlikni maqsad qilmay, balki nazrni yoki sadaqani yoki go'sht qilib yeyishni maqsad qiladigan bo'lsa-mu, durust bo'ladi. Har bir kishi o'zining niyati bilan bo'ladi. To'ga yoki kalada 7 dan az kishi sherik bo'lsa-mu bo'ladi. Chunki 7 kishi sherik bo'lsa durust bo'ladi ekan, 7 dan az kishining sherik bo'lishi albatta durust bo'ladi. Ular ziyodasini nafli qilib o'tadi. Bir qo'yga birdan ortiq kishining sherik bo'lishi to'g'ri bo'lmaydi. Qurbonlikdan eng afzal bo'lgani ularning semiz, go'shlik, yoshga to'lgan, ko'rinishi go'zal bo'lganlaridir. Abu Umama ibn Sahal radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Madinada qurbonlik qo'yni biqib samirtatdik. Musulmonlarmi biqib samirtatdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi va sallam munguzlik semiz ishga ola qo'chqarni qurbonlik qilgan. Qurbonlik qilinadigan chorvalar shariatda bekitgan yosh o'lchamiga yetgan bo'lishi kerak. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qo'ydan faqat yoshga kirganni qurbonlik qilinglar. Agar undaq qilish qiyin bo'lsa, 6 oylikdan oshgan paqlam bo'lsa-mu qurbonlik qilinglar. Muslim rivoyat qilgan hadis. Qurbonlikning belgilamasi qo'ydan yoshga to'lgan, u bo'lmasa 6 oylikdan oshgan semiz paqlam bo'lsa bo'ladi. To'gidan 5 yoshni tamomlab 6 yoshga qadam qo'ygan bo'lishi kerak. Kaladan 2 yoshni tamomlab 3-yoshga qadam qo'ygan bo'lishi kerak. O'chkidan 1 yoshni tamomlab 2-yoshga qadam qo'ygan bo'lishi kerak. Qo'yning faqlini 6 oyni to'liqlab 7-oyga qadam qo'ygan bo'lishi kerak. Qurbonlikning to'g'ri bo'lishi uchun qurbonlikni shariatda bekitilgan vaqtda qilish shart qilinadi.
Qurbanlıqning avvalgi vaqti Hayit namozidan yenish bilan boshlanadi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Bu kunda bizning dastlabki qiladigan ishimiz Hayit namozini ado qilish, uningdan qaytib berib qurbonlik qilish. Kimki shunday qilsa, bizning yo'limiz bo'yicha ish qilgan bo'ladi. Kimki qurbonlikni Hayit namozidan burun qiladi ekan, bu kifoya qilmaydi va qurbonlik hisoblanmaydi. Bu to'g'rida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki Hayit namozidan burun qurbonlik qilgan bo'lsa, bu o'z oilasi uchun taqdim qilgan go'sht bo'ladi. U bizning qurbonlik faoliyatimizdan bo'lmaydi. Qurbonlikning vaqti Qurbon Hayitning 4-kuni kun o'ltirish bilan oxirlashadi. Ya'ni Hayit kuni va undan keyingi 3 kundir. Qurbonlikni kechasimi va kunduzimi qilsa bo'ladi. Qurbonlikni kunduzda qilgan yaxshidir. Chunki u oshkora shuar bo'lganligi uchun, kishilarga ko'rsatish uchun kunduzi qilsa yaxshi bo'ladi. Hadisda 4 xil ayibning qurbonlikni durust bo'lishdan cheklaydiganligi bayon qilingan. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom bizning aramizda o'rnidan turib mundaq dedi: Qurbonlikqa bir ko'zi ko'rmaydigan alg'ay qo'y, mang'almaydigan oqsaq qo'y, kasalligi aniq bo'lgan qo'tur qo'y, bak o'ruq avoq qo'y durust bo'lmaydi. Agar qurbonlik qiluvchi qurbonlikni yaxshi qila olmasa, uni qurbonlikni yaxshi qiladigan kishiga bersa bo'ladi. Qurbonlikqa vakil qilsa bo'ladi. Qurbonlikning adablaridan qurbonlik ularni qurbonlik qiladigan o'ringa qo'pollik qilmasdan chiroyli shaklda haydab aparish kerak. Qurbonlik qilishdan ilgari pichoqni bilib ittiq qilish kerak. Qurbonlik qiladigan ularning oldida pichoqni bilmaslik kerak. Bir hayvonni qaritib qo'yib, yana birini bo'g'izlamaslik kerak. Bu hadisda buyurilgan yaxshilik qilishga zid keladi. Qurbonlikni bo'g'izlaydigan vaqtda bismillah deyish va takbir etib duo qilish kerak. Ya'ni bismillah vallohu akbar. Ey Allah, bu mendan sizlarga qilingan qurbonlik. Ey Allah, buni mendan qabul qilsizlar deydi. Qurbonlik va hadiyaning go'shtlarini, terilarini, yo'nglarini, chufolarini, mo'ylarini setish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bandadan Allah uchun chiqarilgan narsada qaytib olish hargiz to'g'ri bo'lmaydi. Uning ba'zi juz'iylarini setish qaytib olishning turi hisoblanadi. Qurbonlik qilib berguchining ish haqqiga qurbonlik qilingan molning go'shidan yoki boshqa narsasidan berish to'g'ri bo'lmaydi. Agar po'kanchi qassob kambag'al bo'lsa yoki qurbonlik qilguchining do'sti bo'lsa, uningga sadaqa bersa yoki hech narsani shart qilmay boshqalarga o'xshash hadiya bersa bo'ladi. Balki boshqalarga bergandan yaxshi bo'ladi. Chunki u kishi bu ishni qildi va nafsi uningga intildi. Qurbonlik qilguchi qurbonlikning go'shidan yeyishi, hadiya qilishi va sadaqa qilishi to'g'ri bo'ladi. Oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, qurbonlikdan ma'lum miqdorda musulmonlardan bo'lgan ehtiyoj egalari va faqirlarga sadaqa qilish vojib bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizden kılgan kurbanlıklarımızı kabul kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü kılgan yaxşı amellerimizni yaxşılık mizanımızı kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.